sovetniki nonni hidimi, bilmayman, qanaqadir boshqacha his-tuyg'ular beryapti menga to'g'risi. Zelni VSSR hammasi заводской. Мясорубкani birinchi ruchkasi o'ylab topilganmikin yo Jigulining oyna churadiganimi? Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Retro Carsus loyihasi. Do'stlar, bugun yaqinroq joylashinglar. Bugun eksklyuzivniy video bo'ladi. Sababi biz yana bitta juda ham zo'r retro mashinaga keldik. Do'stlar, bu mashinani ko'rishim bilan birinchi miyamga kelgan narsa afsonaning tirilishi. Sababi bu mashinani ko'rganingizda 70-yillar atmosferasiga sho'ng'ishingiz aniq. Do'stlar, bu mashinani tanishtirib o'tirmayman. Sezib ulgurganinglardek VAZ 2102 yoki Jiguli 02 modeli. Do'stlar, bu mashinamizni oilaviy sayohatlar, qishloq yo'llari uchun moslashuvchan hadavoy va eng asosiysi Sovet davrida tuning olamini zabt etgan afsonaviy vagon. Do'stlar, bu modelning tarixi va xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsam, VAZ 2102 mashinamiz VAZ 2101 asosida yaratilgan stansiya vagoni hisoblanadi. Bu mashinamiz 1975-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi o'rinda keng bagaj va amaliylik tufayli xalq orasida juda mashhur bo'lgan. Do'stlar, kapot ostida 64 ta ot kuchiga ega bo'lgan 1.2 litrli dvigatel, keyinchalik esa 1.3 litrli versiyalar ham paydo bo'lgan. Do'stlar, bu mashinamizni topishimizning eng asosiy maqsadi biz o'zimizni mashinaga qirayotgan zavod holatidagi barcha ishlar bu mashinada mujassam. Sababi bu mashinada hamma narsa zavod holatida saqlangan, shu yerda ko'rib turgan hamma narsalar заводской jihozlangan. Do'stlar, endi mashinamizni qisqacha obzor qilib beramiz. Do'stlar, biz shuncha qidirgan faralarimiz, zapchastlarimiz mana tayyor holini ko'rishingiz mumkin. Zelni VSSR hammasi заводской. Bu mashinamizda 9000 probeg bilan saqlangan ekan. Do'stlar, bu mashinamiz 1975-yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni 50 yil saqlangan mashina. Kraskasini qaranglar, mashinani ko'ribchi, bilmadim, juda mazza qilyapman borku. Bahor kelgandan ko'ra shu Jigulini ko'rib mazza qilyapman to'g'risi. Do'stlar, bu rangga ko'rib to'g'risi borku. Shunaqangi Sovet paytidagi atmosferani his qilyapman. Ya'ni qanaqa did bilan tanlanganligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu mashinaga prosta tomosha qilib turishingizni o'zi mazza qilasiz. Okalar, bu polasamizni hamma bilishadi. O'sha paytda haydagan okalarimiz bu bagaj uchun chiqarilgan ekan va bitta narsani menga ma'lumot tariqasida aytib o'tib ketishdi. Toshkentdagi bor eksklyuzivniy shunga o'xshash mashinalarda ko'pchilik bagaj bilan bo'lgan ekan. Bu mashinamizga umuman bagaj qo'yilmagan va bu palasalari sinmagan. Do'stlar, bagaj qo'yilgan paytda birinchi o'rinda shu joylari yedirilib ketar ekan. O'shaning uchun bu mashinamizni ideal turishining yagona sababi bagaj qo'yilmagan va ideal saqlangan. Do'stlar, ovozidan bitta mazza qilinglar. Do'stlar, oyna haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Zakolyonniy bor degan yozuviga e'tibor berishingiz mumkin. Bu Rossiyada bor zavodida ishlab chiqarilgan ekan va ularni tushuntirishi bo'yicha bu hozirgi tonirovka so'zini sal boshqacharoq variantida chiqqan ekan. Ya'ni rebrist ham juda chiroyli turibdi to'g'risi. Men birinchi marta ko'ryapman. Do'stlar, o'zimgacha bir yoshligimga tushganga o'xshayapman deyman, rulni qaranglar. O'sha o'tgan safar aytgan rulim turibdi va ishoninglar, bunaqa salonni men alishmasdim. Hech qaysi mashinaga alishmasdim. Ideal. Do'stlar, mana bu kojani qaranglar. 50 yillik koja. Bizani любовьga chexolimizni olinglar, hozir taqinglar, sergilaylar. Qanchagacha tegadi. Do'stlar, o'sha o'tgan safar aytganimdagi rul qaranglar qanaqa turganini, bu koja, bu atmosfera. Men hozir kamera orqali sizlarga yetkazib bera olmayman, lekin ishoninglar, juda ham mazza qilyapman. Как будто yoshligimizda attraksionda o'tirardik. Yangi qanaqadir hidi ham bor-ku, qanaqadir sovetniki nonni hidimi, bilmayman, qanaqadir boshqacha his-tuyg'ular beryapti menga to'g'risi. Do'stlar, mana bu songa e'tibor beramiz. 9855. 9855 probeg. 9800. 50 yillik mashina do'stlar. Men speedometrni juda ham mazza qildim. Qaranglar qanaqa kichkinaligini, radioga o'xshaydi. Do'stlar, speedometrdagi meni birinchi bo'lib jalb qilgan narsa bitta donagina so'z yozishgan ekan, ya'ni vada, suv. Nimagaki, hozir biz suv deb o'qiyapmiz, biz uchun bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin 50 yil oldin antifrizlar bo'lmagan va asosan suv quyilgan ekan va bu boshqacha bo'lgan motorda. Do'stlar, yoshligimizda hamma menimcha o'ynab, tepagimdan urib ko'rgan narsamiz. Har doim savol berardim, nimaga shunaqa teshi qilingan? Bu yoqdan havo chiqadimi? Yo mashina kabrioletga aylana oladimi? Hayron bo'lardim. O'sha his-tuyg'ular
50 yil saqlangan mashina do'stlar. Hech qayerda, hech qaysi jihozda tuning qilinmagan, hammasi zavodskoy do'stlar. Do'stlar, menimcha hamma ota-onasidan so'kish eshitgan narsa bu mana shu svet bo'ladi. Yoshligimizda nimagadir mashinamni o'ynash yoqadi. Svetini qaranglar, migayishli mana bu sovetskiyni. Maza qilinglar bugun, Do'stlar, sizlarga hozir mini bagajni ko'rsataman. Mana buni qaranglar, qancha joyi bor. Tepaga ochiladigan narsa-da. Nima ularda o'zgacha, nimasan deydi-yu, mana shu-da. Misarubkani birinchi ruchkasi o'ylab topilganmikin, yo Jigulining oyna churadiganimi? Do'stlar, boya dit haqida gapirdim. Men bu choklarni qanaqada professional darajada tikilganligini men yana bir marta isbotlab bo'laman. Va eng yoqqan joyi mana buni qaranglar. Mягкий, любой narsa sovarsak bo'ladi. Plasmas emas, do'stlar, e'tibor beramiz, plasmas yo'q. Koja. Materialdan qilingan koja, do'stlar. Do'stlar, mana orqa bamperni ko'ringlar, svetlar. O'tgan safar ko'rsatganimizdagi men bitta narsaga ahamiyat qildim. Zavodskoy baribir zavodskoy ekan. Hozirgi ustalarimizga gap bo'lishi mumkin emas, lekin ular qanaqa dit bilan va juda chiroyli o'rnatishgan ekan. Hech qanaqangi ortiqcha detalimiz yo'q. Bizning o'zimizda bitta chiroyli, kulguli narsa bor-ku. Buraganingizdan keyin bitta bolt har doim ortib qoladi. Bularda unaqa narsa yo'q ekan. Do'stlar, sandig'imizni ochamiz hozir. Hamma jihoz, hamma narsa sovetskiy. Buni qaranglar. Bolalar esingizga tushyaptimi? O'sha nasosni esinglardami? Bo'yin baravar bo'lardi bor-ku, to'g'risi. Hozir buni ko'rib nima esimga tushib ketdi? Igolka esinglardami? Igolkasi bor inson bu zalotoy inson bo'lardi. Kopto o'shirib o'ynardik. To'g'risi nostalgiya. Do'stlar, qo'limda turgan narsani nimaligini bilasizlarmi bilmayman-ku, lekin yosh katta Jiguli haydagan insonlarimiz bilishar ekan. Bu narsani men nimaligini aytib berishdi va juda hayratlandim. O'sha narsani sizlarga qoldirmoqchiman. Kommentda yozinglar. Birinchi bo'lib topgan insonga kichkinagina yutug'imiz bor. Topinglar. Bu qo'limdagi nima? Mana obzor ko'rishingiz uchun aytaman. Buni faqat nimaligini dodalarimizdan so'rab topishingiz mumkin. Birinchi yozgan insonga. Do'stlar, mana shu qalpakni ko'rsam bilasizlarmi nima esimga tushyapti? GTA San Andreas'dan bitta mashina bo'lardi, shunaqa qalpakli. Esinglardami? Shunaqa mashina esimga tushib ketyapti. Xuddi shunaqa muzika bo'lish kerak edi, San Andreas. Do'stlar, xuddi shu qalpaklar xudo xolisi bizning mashinamizda ham bo'ladi. Ishoninglar, bu rangdan, bu qilingan narsalardan juda ham maza qolman. Tezroq xohlamanki, bunaqa mashinadan ikkita bo'lsin shaharda. Bizning mashinamiz ham shunaqa juda ajoyib chiqadi, xudo xolisi. Parodga ahamiyat beringlar. Roni hech qattiq zanglamagan 9000 yurgan mashina, to'g'risi maza qolman. Do'stlar, men faqat qimmat mashinalarda temir dvornik ko'rganman. Buni bitta ahamiyat qilishingiz mumkin, Zelna VSSR. O'sha paytda bu menimcha temir emas, alyumin bo'lsa kerak, lekin juda chiroyli turibdi xrom bilan, to'g'risi. Do'stlar, Retro Cars o'z profilini kuzatib borayotganlar, qo'llab-quvvatlayotganingizga hammalarga rahmat kattakon. Bizani kuzatib boringlar. Biz sizlar bilan sizlar uchun eng zo'r kontentlarni ulashga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar va eng asosiysi YouTube formatimizni ham YouTube'ga kirib ko'rsanglar, biz juda ham xursand bo'lardik, chunki shuncha ishlarimiz faqat sizlar uchun bo'lyapti. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz bilan har doim birga bo'linglar.